Endi uyga to'lov qilib 1 yil 2 yil kutib o'tirmaysiz. Mana shu orqada ko'rib turgan uylaringiz Tavrapni yangi O'zbekiston massiviy uylari 2 oydan keyin kalit qo'lingizga topshiriladi. Eng muhimi, remontini ham qilib berishadi. Tayyor kirib, ko'chib yashaysiz bo'ldi. Pulim yetmaydi, qanday olaman deyishinglar mumkin. Boshlang'ich 25-30% ni to'laysizlar, qolganini taqsim to'lov tizimi orqali 10 yilgacha bo'lib to'laysizlar. Qaranglar, o'zing davlat maktabi bor. Poliklinikasi bor, metro yaqin, aeroport yaqin, yer osti, yer usti parkovkalari bor. Yana qanaqa uy kerak sizlarga? Bu hali hammasi emas. Qurbon hayiti munosabati bilan 20-maydan 15-iyungacha yangi O'zbekiston massividan xonadon xarid qilgan mijozlarimiz dazmoldan tortib xolodilnikgacha yutib olish imkoniyati bor. 10 yilga bo'lib berishga uy beryapti. Remontini ham qilib berishyapti. Yana texnika yutib olish imkoniyati ham bor. Shoshilinglar. Uylar soni chegaralangan. Bu imkoniyatdan foydalanib qolinglar.